Hoji bobo, bir masalaga shubha qilib qoldik. Abo Muslimiy sohibi Qur'on bilan Nosiri Sayyor jang qilgan ekanlar. Ana shu jangda Nosiri Sayyor Abo Muslimiyning boshlariga gurzi garron bilan urgan ekanlar. Ana shundan keyin Abo Muslimiy yerga tizzalarigacha kirib ketganmilar yoki bo'lmasam bellarigacha. Bulturgi kitob nusxasida tizzalarigacha deyilgan. Mana bu kitobda esa bellarigacha deyilgan. Qaysi biri to'g'ri? Birinchi zarbda tizzagacha. Ikkinchi zarbda belgacha. Ana nima degandim? Ana aytmaganmidim shunaqa? Uchinchi zarbda yelkagacha. Ana men nima degandim? Nozam billah. Agar Ulsakbatcha janobni bir zarbada bellarigacha botirgan bo'lsa, ikkinchi zarbada quloqlarigacha botirardi. Axir bunga aql ishonmaydi. Ha.